Qara. Po'lat. O'rningdan tur, ketaylik. Stalin haqida eshitgansan. Moskva ostiga katta shahar qurgan ekan. Yerni 60-70 metr chuqurligiga. Yaxshilab o'ylab ko'rsak, bu ham yaxshi fikr. Bu fikr Akifga. Bu yerda kimlar yashaydi? Menga tegishli maxsus guruh bor. Bu yer esa mening qabrim. Bular esa qabrdoshim. Tirikligingni kimlar biladi? Akif, Hay'at va Abdulhay. Endi sen ham bilasan. Usta, Poyrazni qanday olishi mumkin? YXT topinuvchilarning qayerdaligini topishga urinishganda. Va'da beraman. Senga Poyrazni beraman.